vaziyatdan chiqish uchun shunchaki fikrlash tarzini o'zgartirish kerak xolos. Masalan, vaziyatda inson o'z holatini yaxshilash uchun men ko'p uxlamasligim kerak deb emas, balki men ko'proq faol bo'lishim kerak deb o'zini o'ylash tarzini o'zgartirish kerak. Natijada uning diqqat e'tibori, o'y fikri ko'proq faol bo'lishga qaratiladi. Birinchisida bo'lsa men ko'p uxlamasligim kerak deganda e'tibor uxlashda bo'ladi va natijaga chiqmaydi. Lekin men ko'proq faol bo'lishim kerak deb o'ylaydigan bo'lsa, uning diqqat e'tibori faollikda bo'ladi. Bu holat uni hayotida sodir bo'la boshlaydi. Demak, savollarimizda ham salbiy savol emas, ijobiy savol berishga harakat qilsak, ijobiy javoblar chiqadi. Demak, salbiy o'y fikrlardan qutulishning yana bir yo'li ijobiy fikrlash. Ijobiy fikrlasak, o'z-o'zidan salbiy fikrlar ham ketadi.